Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Mazasi og'izda qoladigan qulupnayli pirog retseptim bilan bo'lishaman. Birinchi bo'lib quruq idishimizga unimizni solamiz va xona haroratida yumshab turgan margarin bilan yaxshilab krushka qilib olamiz. Qaymoq, 3 ta tuxum sarig'i, razrahli telva, 1 chimdim vanilin solib yaxshilab xamir qorib olamiz. Xamirimiz pesochniy xamir bo'ladi. Bitta katta, bitta kichik bo'lakka bo'lib olamiz va tindirishga qo'yamiz. 1 kosa shakarga 2 osh qoshiq kraxmalni solib yaxshilab aralashtiramiz. Svejiy qulupnay ustiga solib gazga qo'yib yaxshilab bir qaynatib olamiz. Mana qulupnayli nachinkamiz ham tayyor bo'ldi. Endi buni chetga olib turamiz. Endi katta bo'lak xamirimizni yoyib, qolip ichiga joylaymiz. Qolipni razmeriga qarab yoyamiz. Qolipdan sal kattaroq qilib yoyamiz. Va shunaqa shaklda qolip ichiga joylaymiz. Endi ichiga qulupnayli nachinkamizni solamiz. Bir tekisda yoyib, chetlarini shunday bostirib chiqamiz. Endi kichik bo'lak xamirimizni yoyib, shunday tasmachalar kesib olamiz. Ustiga chiroyli shakl berib, taxlab chiqamiz. Mana taxlab bo'ldik. Endi ustiga tuxum sarig'ini surtib, pechkaga yuboramiz. Mana pirogimiz ham pishib chiqdi. Juda ham mazali pirog bo'ladi. Video sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr!